dushman. Darslar tugadi. Uy vazifasini qilish eslaringizdan chiqmasin. Xo'p, ustoz. Qo'lingni yuvib stolga kel, bolam. Sen yoqtiradigan ovqat pishirib qo'ydim. Oyi, qo'llarim toza. Yuvish shart emas. Nom nom. Oyi. Nima bo'ldi, bolam? Qo'llaringda yashirincha yugurib yurgan bizaning ko'rinmas dushmanlarimiz bor. Lekin tada! Bizda super qurol bor. Sovun. Qo'llaringni sovunlab yuvsang, mikroblar deb qochib ketadi. Sen esa super tozalik qahramonga aylanasan. Unda men ko'rinmas dushmanlarga qarshi eng kuchli super qahramon bo'laman. Keyin men ulkan cho'tka oldim, onajon. Mana bunday. Voy, sen haqiqiy jasur ritsarsan. Endi hammasi toza bo'ldi. Mening super qahramonim.